Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugungi mavzu har biringizni, har bir nafaqaxo'rni, ularning yaqinlarini chuqur o'ylantirishi va tashvishga solishi mumkin bo'lgan juda muhim masalaga bag'ishlangan. Internetda, ijtimoiy tarmoqlarda pensionerlar aprel oyida nafaqasini qaytarishga majbur bo'ladi. Barcha pensionerlarni yangi tekshiruv kutmoqda degan xavotirli sarlavhalar tarqalmoqda. Bu ma'lumotlar qanchalik haqiqatga yaqin? Kimlar tashvishlanishi kerak, kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkin? Bugungi videomizda shu savollarga batafsil javob beraman. Bu ma'lumot har bir pensioner, ularning oila a'zolari uchun juda muhim. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu boshqa insonlarga ham ushbu muhim ma'lumotni ko'rishga yordam beradi. Muammoning mohiyati, ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo muammoning ildiziga boraylik. Nima uchun nafaqani qaytarish haqida gap-so'zlar paydo bo'ldi? Davlat nafaqa va pensiya to'lovlarini fuqarolarning muayyan ijtimoiy holatini inobatga olgan holda tayinlaydi. Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqalar. Bu to'lovlar qonunchilikda belgilangan aniq shartlar asosida amalga oshiriladi. Agarda pensionerning hayotidagi vaziyat o'zgarsa, masalan, u ishga kirsa, turmushga chiqsa, sog'ligi yaxshilansa yoki boshqa biror o'zgarish bo'lsa, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishi shart. Ilgari bu tizim ko'proq pensionerlarning vijdoniga va o'z vaqtida ma'lumot berishga asoslangan edi. Tekshiruvlar esa asosan shikoyatlar yoki tasodifiy monitoring asosida o'tkazilardi. Ba'zan pensiya jamg'armasi xodimlari orasidagi inson omili tufayli xatolar ham yuzaga kelardi va bu xatolar keyinchalik aniqlanganda ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish talab qilinardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hozirda davlat organlari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi juda yuqori darajada raqamlashtirilgan va avtomatlashtirilgan. Soliq organlari, bandlikka ko'maklashish markazlari, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish, fuqaro bo'limlari, banklar va boshqa muassasalar o'z ma'lumotlar bazalarini pensiya jamg'armasi bilan doimiy ravishda almashib turadi. Bu nima degani? Bu degani, agar siz ijtimoiy nafaqa olib turib ishga kirsangiz, soliq qo'mitasi bu haqda ma'lumotga ega bo'ladi va bu ma'lumot avtomatik ravishda pensiya jamg'armasiga yetib boradi. Agar siz turmushga chiqsangiz, fuqaro ro'yxatga oladi va bu ma'lumot ham o'z yo'liga pensiya jamg'armasiga tushadi. Oldin bunday ma'lumot almashinuvi sekinroq yoki umuman bo'lmasdi. Bu esa ma'lumotni yashirish imkoniyatini berardi. Hozir esa bunday imkoniyat deyarli yo'q. Aprel oyida yangi tekshiruv degan xavotirli ibora esa aslida yangi tizimlarning to'liq quvvatda ishga tushirilishi va ma'lumotlar bazalarining yanada chuqur va muntazam ravishda taqqoslanishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni bu bir martalik aksiya emas, balki pensiya jamg'armasining o'z majburiyatlarini qonun doirasida amalga oshirishining yangi, yanada samaraliroq bosqichidir. Endi har bir pensionerning holati doimiy ravishda monitoring qilinadi. Shuning uchun bu vaziyatga jiddiy yondashish kerak. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi mumkin? Avvalo, shuni ta'kidlashni istardimki, nafaqa yoki pensiya bu shunchaki beriladigan pul emas, balki davlat tomonidan muayyan qoidalar asosida taqdim etiladigan ijtimoiy himoya. Bu qoidalarga rioya etish har bir fuqaroning majburiyati hisoblanadi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Agar sizning hayotingizda quyidagi o'zgarishlar sodir bo'lgan bo'lsa va siz bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, demak, siz diqqatli bo'lishingiz kerak. 1. Ijtimoiy nafaqa olib turib ishga kirgan bo'lsangiz. Ijtimoiy nafaqa, masalan, yoshga doir ijtimoiy nafaqa yoki nogironligi bo'lgan shaxsning ijtimoiy nafaqasi odatda ishlamaydigan va daromadga ega bo'lmagan shaxslarga beriladi. Agar siz bunday nafaqa olib turib, rasmiy yoki norasmiy ishga kirgan bo'lsangiz va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, siz ortiqcha pul olgan hisoblanasiz. Misol 1. Farruh amaki 65 yoshda, hech qayerda ishlamaydi va erta yoshdan nogironligi tufayli doimiy nogironlik ijtimoiy nafaqasini oladi. Uning nafaqasi oyiga 1.200.000 so'm. Uning farzandlari chet elda ishlaydi va o'ziga qarab turishni aytib, qo'shimcha daromad topishi mumkin bo'lgan yengilroq ishga, masalan, chorva bozorida hayvonlarga qarashga ishga kirdi. U oyiga 1.500.000 so'm norasmiy daromad topadi.
Bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermadi, chunki bu norasmiy ish edi va u nafaqa olishda davom etdi. Farruh amaki 6 oy davomida shu tarzda ishlasa, 6x1 200 7 200 so'm ortiqcha nafaqa olgan bo'ladi. Endi bu mablag'ni qaytarish kerak bo'ladi. Negaki uning daromadi bor va u ijtimoiy nafaqaga muhtojlar qatoridan chiqadi. Bu holatda nafaqa to'xtatilib, ortiqcha to'langan summa undirib olinadi. 2 boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olib turib, qayta turmush qurgan bo'lsangiz. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi vafot etgan boquvchining qaramog'ida bo'lgan oila a'zolariga beriladi. Agar siz pensiya olib turib, qayta turmush qursangiz, rasmiy yoki norasmiy nikohga kirmasangiz ham, agar fakt bo'lsa, bu sizning moliyaviy ahvolingiz o'zgarganini anglatadi va odatda bu pensiya to'lovi to'xtatilishiga sabab bo'ladi. Misol 2. Dilfuza opa turmush o'rtog'i vafot etganidan keyin 2 nafar farzandi bilan qoldi va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olar edi. Pensiya miqdori oyiga 2 million so'm edi. 1 yildan so'ng u boshqa bir inson bilan turmush qurdi, lekin bu haqda pensiya jamg'armasiga ma'lumot bermadi, chunki pensiyadan ayrilishni xohlamasdi. Yangi turmush o'rtog'i uning va farzandlarining moddiy ta'minotini o'z zimmasiga olgan bo'lsa-da, Dilfuza opa 8 oy davomida pensiya olishda davom etdi. Bu davrda u 8.16 so'm ortiqcha mablag' olgan. Endi bu summani to'liq qaytarishi talab qilinadi. Chunki yangi turmush o'rtog'i oilaning yangi boquvchisi hisoblanadi va pensiyaga bo'lgan huquq yo'qoladi. 3. Nogironlik pensiyasi olib turib, sog'ligingiz yaxshilangani yoki qayta tekshiruvda nogironlik guruhi o'zgargani yoki butunlay olib tashlangani haqida xabar bermagan bo'lsangiz. Nogironlik pensiyasi insonning sog'ligi cheklanganligi sababli beriladi. Agar tibbiy ko'rikdan so'ng sizning nogironlik guruhingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, bir guruhdan 2 guruhga o'tgan bo'lsangiz yoki nogironlik butunlay olib tashlangan bo'lsa, sizning pensiya miqdori o'zgarishi yoki umuman to'xtatilishi kerak. Misol 3. Botir aka birinchi guruh nogironi sifatida oyiga 2 million 500 ming so'm pensiya olar edi. 1 yil o'tib, u qayta tibbiy ko'rikdan o'tdi va uning sog'ligi sezilarli darajada yaxshilangani, endi ikkinchi guruh nogironi ekanligi aniqlandi. Ikkinchi guruh nogironligi uchun pensiya miqdori oyiga 1 million 800 ming so'm. Botir aka bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermadi va yana 5 oy davomida birinchi guruh pensiyasini olaverdi. Bu davrda har oyda u 2500 1800 700 so'm ortiqcha olgan. Jami 5700 3 million 500 ming so'm ortiqcha mablag' to'langan. Ushbu summani qaytarish talab qilinadi. 4. Pensiya oluvchi shaxsning vafot etganligi haqida xabar bermagan bo'lsangiz. Ba'zan vafot etgan pensionerning pensiya kartasiga ma'lum muddat pul tushishda davom etadi va yaqinlari bu mablag'ni yechib olishadi. Bu qonunga xilofdir. Misol 4. Mastura xola vafot etdi. Uning farzandlari bu haqda pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar bermadi. Mastura xolaning pensiyasi oyiga 1 million 700 ming so'm edi. Farzandlari onalari vafot etganidan keyin 3 oy davomida uning pensiya kartasiga tushgan 5 million 100 ming so'mni yechib olishdi. Bu mablag'ni qaytarish talab qilinadi va bunday holatda hatto jinoiy javobgarlik ham yuzaga kelishi mumkin, chunki bu o'g'rilik deb baholanadi. 5. Dunyodan o'tgan fuqaro nomidan soxta hujjatlar bilan pensiya olingan holatlar. Bu eng og'ir qonunbuzarliklardan biri bo'lib, albatta jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. 6. Mamlakatdan doimiy yashash uchun chiqib ketganingizda pensiya to'lashni davom ettirsangiz. Agar siz O'zbekiston hududini doimiy yashash uchun tark etgan bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Aks holda ortiqcha olingan mablag' qaytarilishi kerak bo'ladi. Misol 5. Dilshod aka Germaniyaga doimiy yashash uchun qochib ketdi, lekin bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. Uning O'zbekistondagi pensiyasi oyiga 2 million so'm edi. Uning qarindoshlari 10 oy davomida bu pulni yechib olishda davom etishdi. Jami 20 million so'm. Bu summani qaytarish talab qilinadi. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Agar sizning hayotingizda yuqorida sanab o'tilgan o'zgarishlar sodir bo'lmagan bo'lsa yoki siz bu haqda pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar bergan bo'lsangiz, demak xavotirlanishga hojat yo'q. 1. Yoshga doir pensiya oluvchilar.
Agar siz yoshga doir pensiya olsangiz, ishga kirishingiz pensiyangizning to'xtatilishiga yoki miqdorining kamaytirilishiga olib kelmaydi. Siz ham pensiya, ham ish haqi olishingiz mumkin. Shuning uchun bu toifadagi pensionerlar ishga kirganliklari sababli pul qaytarishdan xavotirlanishlari shart emas. 2 oz vaqtida barcha o'zgarishlar haqida xabar berganlar. Agar sizda yuqoridagi kabi holatlar yuzaga kelgan bo'lsa-da, siz bu haqda pensiya jamg'armasiga zudlik bilan qonuniy muddatlarda xabar bergan bo'lsangiz va ular sizning pensiya to'lovingizni togirlagan bo'lsa, sizdan hech qanday mablag' talab qilinmaydi. 3 pensiya jamg'armasining xatosi tufayli ortiqcha to'lov yuzaga kelgan holatlar. Ba'zan pensiya jamg'armasining o'zi xatoga yo'l qo'yib, pensionerga ortiqcha mablag' to'lashi mumkin. Agar bu xato faqat jamg'armaning aybi bilan yuzaga kelgan bo'lsa va pensioner bu haqda bilmagan yoki uni adashtirib qo'ygan bo'lsa, qonunchilikda bunday mablag'ni undirish masalasi boshqacha ko'rib chiqiladi. Ammo bu holatda ham odatda ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish talab etiladi. Biroq jarayon boshqacha kechadi. Bu hafta keyingi qismda batafsilroq to'xtalib o'taman. 4 barcha ma'lumotlari aniq va to'g'ri bo'lganlar. Agar sizning pensioner sifatida barcha ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasida to'g'ri aks etgan bo'lsa va sizda yuqorida sanalgan o'zgarishlar ro'y bermagan bo'lsa, sizda xavotirlanishga sabab yo'q. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Endi yuqoridagi qoidalarning ba'zi istisno holatlari, tuzoqlar va oddiy odamlar uchun noaniq bo'lishi mumkin bo'lgan jihatlar haqida gaplashamiz. Bu qism ayniqsa muhim, chunki ko'pchilik aynan shu yerda xatoga yo'l qo'yishi mumkin. Istisnolar 1. Pensiya jamg'armasining aybi bilan yuzaga kelgan ortiqcha to'lovlar. Bu juda muhim nuans. Qonunchilikka ko'ra, agar ortiqcha to'lov faqat pensiya jamg'armasining hisoblashdagi xatosi, texnik nosozlik yoki jamg'arma xodimining e'tiborsizligi tufayli yuzaga kelgan bo'lsa va pensioner bu haqda bilmagan, buni ataylab yashirmagan bo'lsa, bunday hollarda ortiqcha to'langan mablag'ni undirish tartibi boshqacha bo'ladi. Ba'zi hollarda agar pensioner halol harakat qilgan bo'lsa va uning aybi bo'lmasa, bu mablag'lar umuman undirilmasligi mumkin. Biroq bu holatda ham pensiya jamg'armasi xatosini tushuntirishi va uni hujjatlar bilan tasdiqlashi shart. Agar pensiya jamg'armasi sizdan mablag'ni qaytarishni talab qilsa, ulardan batafsil hisob-kitob va qaysi bandga asosan bu mablag' undirilayotganini tushuntirishni talab qiling. Ularning xatosini isbotlash uchun hujjatlar, pensiya tayinlash to'g'risidagi qaror, to'lov kvitantsiyalari vaqti juda muhim. 2 kichik miqdordagi ortiqcha to'lovlar. Ba'zi mamlakatlarda yoki ba'zi vaziyatlarda juda kichik miqdordagi ortiqcha to'lovlar, masalan, bir necha ming so'm uchun pensiya jamg'armasi undirish jarayonini boshlamasligi mumkin. Chunki bu jarayonning o'zi undiriladigan summaga nisbatan qimmatga tushishi mumkin. Ammo O'zbekistonda aniq bir chegara belgilanganligi haqida ma'lumotlar kam. Shunday bo'lsa-da, har qanday ortiqcha to'lov qonunbuzarlik hisoblanadi. 3 vaqtincha mehnat faoliyati va yoshga doir nafaqalar. Yuqorida aytganimdek, yoshga doir pensiya oluvchilarning ishga kirishi ularning pensiyasiga ta'sir qilmaydi. Ammo agar siz ijtimoiy nafaqa oluvchi bo'lsangiz va vaqtincha mavsumiy ishlarga jalb qilingan bo'lsangiz, bu ham qonunchilikda aniq tartibga solingan bo'lishi kerak. Ba'zi ijtimoiy nafaqalar oluvchilar belgilangan limitdan oshmagan holda qo'shimcha daromad topishlari mumkin, lekin bu haqda pensiya jamg'armasini xabardor qilishlari shart. Bu holatlar qonunchilikda aniq belgilangan bo'lib, har bir holat individual ko'rib chiqiladi. Tuzoqlar 1. Qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Men bilmas edim, menga hech kim aytmadi degan bahonalar pensiya jamg'armasi uchun qabul qilinmaydi. Har bir fuqaro o'zi oladigan pensiya yoki nafaqa turi, uning tayinlanish shartlari va o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasiga xabar berish majburiyatini bilish kerak. Bu sizning shaxsiy mas'uliyatingiz. 2. Norasmiy maslahatlarga ishonish. Do'stlar, qo'shnilar yoki internetdagi shubhali manbalardan olingan maslahatlarga tayanish juda xavfli. Har doim rasmiy manbalardan, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlaridan yoki uning rasmiy veb-saytidan, ishonch telefonlaridan ma'lumot oling. 3. O'zgarishlarni xabar berishni kechiktirish. Hayotingizdagi har qanday o'zgarish haqida qancha kech xabar bersangiz, shuncha ko'p ortiqcha mablag' yigiladi va keyinchalik uni qaytarish shunchalik qiyin bo'ladi. Ortiqcha to'lov miqdori qancha katta bo'lsa, uni birdaniga qaytarish shunchalik og'ir bo'lishi mumkin.
4. Qasddan yashirish va firibgarlik. Agar siz ataylab ma'lumotni yashirganingiz yoki soxta hujjatlar taqdim etganingiz aniqlansa, bu nafaqat ortiqcha to'lovni qaytarishga, balki jinoiy javobgarlikka ham olib kelishi mumkin. Qasddan sodir etilgan firibgarlik og'ir oqibatlarga sabab bo'ladi. Noaniq jihatlar. 1. Idoralararo ma'lumot almashinuvi mexanizmi. Pensiya jamg'armasi soliq qo'mitasi, FTO, bandlikka ko'maklashish markazlari va banklar bilan avtomatlashtirilgan tarzda ma'lumot almashadi. Bu qanday ishlaydi? Masalan, siz ishga kirsangiz, ish beruvchi soliq qo'mitasiga sizning ishingiz haqida ma'lumot beradi. Mehnat shartnomasi, ish haqi. Bu ma'lumot soliq qo'mitasining bazasida qayd etiladi. Pensiya jamg'armasi esa muntazam ravishda, masalan, har oyda o'z pensionerlari ro'yxatini soliq qo'mitasining ishlayotgan fuqarolar ro'yxati bilan taqqoslaydi. Agar ijtimoiy nafaqa oluvchi shaxs ishlayotgan bo'lsa, tizim avtomatik ravishda bu farqni aniqlaydi va signal beradi. Xuddi shunday turmush qurish yoki ajrashish holatlari ham FTO orqali aniqlanadi. Bu degani siz ma'lumot bermagan taqdiringizda ham davlat organlari bu haqda baribir bilib oladi. 2. Qayta tekshiruv tushunchasi. Bu yangi hodisa emas. Pensiya jamg'armasi doim tekshiruvlar o'tkazgan. Ammo hozirgi yangi tekshiruv tushunchasi asosan bu jarayonning texnologik jihatdan kuchaytirilganligi, ma'lumotlar bazalarini taqqoslashning tezligi va muntazamligini anglatadi. Ya'ni endi ma'lumotlarni yashirish imkoniyati deyarli yo'q. 3. Ortiqcha mablag'ni qaytara olmasangiz nima bo'ladi? Agar sizdan ortiqcha to'langan nafaqani qaytarish talab qilinsa va siz uni bir martalik to'lay olmasangiz, pensiya jamg'armasi sizga bir necha variantni taklif qilishi mumkin. To'lov rejasini tuzish. Pensiya jamg'armasi bilan kelishgan holda, ma'lum bir muddat davomida qisman to'lovlar qilish bo'yicha kelishuv tuzish mumkin. Bu sizning moliyaviy imkoniyatlaringizga qarab belgilanadi. Kelajakdagi pensiya to'lovlaridan ushlab qolish. Agar siz pensiya olishda davom etayotgan bo'lsangiz, ortiqcha to'langan mablag'ni har oyda ma'lum bir foizini pensiyangizdan ushlab qolish yo'li bilan undirishlari mumkin. Ammo bu miqdor qonun bilan cheklangan bo'ladi. Odatda pensiya miqdorining 50% dan oshmasligi kerak. Sud orqali undirish. Agar siz ortiqcha to'lovni ixtiyoriy ravishda qaytarishdan bosh tortsangiz va pensiya jamg'armasi bilan kelishuvga erishilmasa, ular sudga murojaat qilishlari mumkin. Sud qarori asosida bu mablag' majburiy tartibda undiriladi. Masalan, bank hisobingizdan yechib olish yoki mol-mulkingizga undirish orqali. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerakligi bo'yicha aniq ko'rsatmalar aziz do'stlar. Endi eng muhim qismga keldik. Nima qilish kerak? Qanday qilib bunday noxush vaziyatlarga tushib qolmaslik yoki ularni qanday hal qilish kerak? 1. O'zingizning pensiya turini va unga bo'lgan huquqingizni qayta ko'rib chiqing. Siz qanday turdagi pensiya yoki nafaqa olasiz? Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa. Har bir turning o'z shartlari borligini unutmang. Bu ma'lumotni pensiya jamg'armasining rasmiy saytidan yoki hududiy bo'limidan bilib olishingiz mumkin. 2. Pensiya olishni boshlaganingizdan beri hayotingizda qanday o'zgarishlar bo'lganini tahlil qiling. Siz ishga kirdingizmi? Rasmiy yoki norasmiy, siz turmushga chiqdingizmi, ajrashdingizmi? Sog'ligingiz yaxshilandi va tibbiy komissiyadan qayta o'tdingizmi? Qaramoqingizdagi shaxs, masalan, bolangiz vafot etdimi yoki balogat yoshiga yetdimi? Doimiy yashash uchun mamlakatni tark etdingizmi? Sizga boshqa pensiya yoki nafaqa tayinlanganmidi? Bu savollarga halol javob bering. 3. Agar sizda yuqoridagi kabi o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, zudlik bilan mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Ularning sizga murojaat qilishini kutib o'tirmang. O'z vaqtida va ixtiyoriy ravishda ma'lumot berish sizning yaxshi niyatliligingizni ko'rsatadi va vaziyatni yengillashtirishi mumkin. Masalan, pensiya jamg'armasi xodimlari sizga qanday yo'l tutish kerakligini tushuntiradi. Ba'zi hollarda, agar siz o'z vaqtida xabar bersangiz, ortiqcha to'lovni qaytarishga majbur bo'lmasligingiz mumkin, agar qonun shu kabi istisnolarni nazarda tutsa. Lekin har qanday holatda ham ma'lumot berish shart. 4. Kerakli hujjatlarni tayyorlang. Pensiya jamg'armasiga borishdan oldin shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport, pensiya guvohnomasi, shuningdek, yuzaga kelgan o'zgarishlarni tasdiqlovchi hujjatlar, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, tibbiy xulosa, vafot etganlik haqidagi guvohnoma va nusxalarini tayyorlab oling. 5. Aholiga yozma ariza bilan murojaat qiling.
Pensiya jamg'armasiga borib, vaziyatni tushuntirib, yozma ariza namunasi pensiya jamg'armasida mavjud bo'lishi kerak, yozing. Arizangizning ikkinchi nusxasiga qabul qilgan xodimning imzosi va sana bilan shtamp bosishini talab qiling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarning oldini oladi va sizning murojaatingiz tasdig'i bo'ladi. 6. Agar sizdan mablag'ni qaytarish talab qilinsa, hisob-kitobni diqqat bilan tekshiring. Pensiya jamg'armasidan sizdan qancha miqdorda pul talab qilinayotgani, bu qaysi davr uchun va qanday qonun hujjatlari asosida hisoblanganini batafsil tushuntirishni so'rang. Agar siz hisob-kitobga qo'shilmasangiz, uni imzolamang va yozma ravishda e'tirozingizni bildiring. Sizda bu qarorga apellyatsiya berish huquqi bor. 7. Murakkab vaziyatlarda yuridik maslahat oling. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa yoki pensiya jamg'armasi bilan kelishuvga erisha olmasangiz, malakali yuristga murojaat qiling. U sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Aziz tomoshabinlar, bugun biz pensionerlar aprel oyida nafaqasini qaytarishga majbur bo'ladi degan xavotirli sarlavha ostida yotgan haqiqiy holatlarni tahlil qildik. Xavotirga o'rin bormi? Agar sizda pensiya jamg'armasiga xabar berilmagan o'zgarishlar bo'lsa. Ammo vahima qilishga hojat yo'q. Muhimi xabardor bo'lish, mas'uliyatli bo'lish va o'z vaqtida harakat qilish. Davlat organlari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi tizimi endi ancha samarali ishlaydi. Shuning uchun har qanday ma'lumot baribir pensiya jamg'armasiga yetib boradi. Shuni unutmangki, pensiya va nafaqalar bu davlatning ijtimoiy himoya tizimi. Ular muayyan qoidalar asosida ishlaydi. Bu qoidalarga rioya qilish har birimizning burchimiz. Shaffoflik va o'z vaqtida ma'lumot berish bu ortiqcha to'lovlar bilan bog'liq muammolarning oldini olishning eng yaxshi yo'li. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning holatlaringiz bo'lganmi? Bu ma'lumot boshqalarga ham yetib borishi uchun videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.